Yaqinda bir ukamizni 10 yildan beri qilib yurgan biznesini yopaman, bankrot qilaman, nima deysiz deb mendan so'rab qoldi. Va o'rganib chiqdimki, yo'q, bu ishni qilmagin deb bir hayotiy bizani boshimizga o'tgan voqeani aytib berdi. Biz ham salafan biznesini qilganmiz, 10-15 yil davomida ishlab turib, bu ishni yopganmiz keyin. Shunda oradan taxminan 10-15 yildan keyin ham mijozlarimizni salafan so'rab bizga telefon qilishyapti. Men shunda bitta narsaga amin bo'ldimki, qilgan xatoyimizni shuncha klientskiy baza to'plab turib, nom chiqarib, salafanchilar degan brendni orttirganimizdan keyin bu biznesni yopganimiz xato bo'lganini tushunganman. Xo'p, nima qilish kerak? O'zimizni ustimizda ishlashimiz kerak. Mahsulotlarimizni assortimentini ko'paytirish kerak. Yangicha texnologiyalar kiritish kerak. Dizaynlarni o'zgartirish kerak. Mijozlar bilan ishlash kerak. Marketing o'rganish kerak. Va shu natija bermagandan keyin ham orqaga qarab ketishni boshlasa, ana undan keyin boshqa biznesga o'tishi yoki bu biznesni bankrot qilishni o'ylab ko'rish kerak deb tavsiya beraman.